ayollar xususan har bir o'zbek ayoli bilishi kerak bo'lgan, har bir o'zbek muslima bilishi kerak bo'lgan, bajarishi kerak bo'lgan vazifa. Bu borada shar'iy ilmlarga kirishidan qat'iy nazar, shar'iy ilmlarda mutaxassis bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar, birinchi o'rganish kerak bo'lgan narsa axloq. O'shanda Abdulla Avlonining axloq kitobi zo'r qo'l keladi. Har bir muslima ayol o'zi o'rganib, hamma bolasiga shuni o'qitish kerak. Ustoz avval birinchi vazifa. Ikkinchi kitob shu turkiy savodni chiqarib, turkiy harfida o'qilishi kerak. Bu ham Sopol Loyar, Sabotul Ojizin. Ikkinchisi Ibodat Islomiya, uchinchisi Sopol Loyar. Ayollar mana shu 3 ta kitobni albatta o'qishlari kerak. Albatta dars qilib o'qishlari kerak, yodlashlari kerak, o'qitishlari kerak. Hamma farzandga o'qitish kerak. Ayni turkiy harfda. Inshaalloh shunda juda katta manfaat bo'ladi. Bundan keyin biz tavsiya qilamiz farzandlarga va o'z kattalarga ham albatta Hazratni Imom Buxoriyning Adabul Mufrad asarlariga yozgan sharhlari, odoblar xazinasi. Shuni o'qish kerak.